Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hop, bugun 9-variant savollarni ko'rib chiqamiz. Bu variant savollari qolgan savollardan farqi ko'pchilik abituriyentlar eng ko'p xatolarga yo'l qo'yuvchi savollar tipidan tuzilgan yoki aytishimiz mumkin chalg'ituvchi savollardir. Mana shu variant savollarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, birinchi savolimiz 2 + 3 ko'paytirilgan 4. Demak, nimasi chalg'ituvchi? Shoshganda ko'pchilik birinchi 2 ga 3 ni qo'shib ketishi mumkin. Bu holatda 2 + 3 ko'paytirilgan 4 birinchi ko'paytirish bajariladi, 12 bo'ladi va unga qo'shamiz 2 ni, 14 javobimiz. Oson ko'rinadi. O'zi oson ham test, lekin o'sha boshida aytganimizdek chalg'ituvchi savollar. 1/2 + 1/3. Mahraj beramiz. Buni 3 ga, buni 2 ga ko'paytiramiz. Shunda 3/6 + 2/6 bo'ladi. Bu 5/6 ga teng. Javobimiz C. 5/6. 3-chi savol -3 ni kvadrati. Demak, -3 kvadrat 9 ga teng bo'ladi. Bilamiz buni. Shu joyda ikkinchi holatda ham ko'rib ketamiz. -3 ni kvadrati degani -3 ni -3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ta minus plus bo'lib ketadi 9. -3 ni kvadrati bo'lsa, qavssiz holatda bu -9 ga teng bo'ladi. Sababi minus alohida 3 ko'paytirilgan 3 degani bu 3 ni kvadrati degani. Mana. Shunda -9 ga teng bo'ladi bu. Demak, bu holatlarni ham bilib qo'yishimiz kerak. 4-savol 0,5 ni kasr ko'rinishda yozaylik. 0,5 taqsim 0,1. Surat mahrajini 10 ga ko'paytirsak, eng oson yo'li chalg'maymiz ham 5/1 bo'ladi va bu 5 ga teng. Javob B. 5-savol bir son 20% ga oshirildi va 120 bo'ldi. Dastlabki sonni toping. Demak, dastlabki son x 120% ga 20% ga oshgan bo'lsa 1/2x bo'ladi va shu 120 ga teng ekan. X ni topsak, 120 ni 120 ni bo'lishimiz kerak 1/2 ga va bu 100 degani. Javob A. 6-savolimiz 3/4 ning 20% ni toping. Demak, 3/4 ni ko'paytiramiz 0,2 ga 20% degani. Kasr ko'rinishda yozsak, osonroq bo'lishi mumkin yoki 3/4 ni ham 10lik kasr ko'rinishda yozish kerak. 0,2 1/5 degani bu 3/20 bo'ladi. 3/20 mana oson ko'rinishi. Javoblarimiz 10lik kasrda ekan, surat mahrajini 5 ga ko'paytiramiz. 15/100 bo'ladi. Va bu 10lik kasrda 0,15 degani. Javobimiz A. 7-savol tenglama x - 7 teng -2. X teng bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik tenglikni bir qismidan ikkinchi qismga olib o'tishda qiynaladi. Eslab qolamiz, har bitta sonni, har bitta ifodani ishorasi o'zidan oldinda bo'ladi. Mana misol uchun 7 ning ishorasi minus mana oldida turibdi. 2 ning ishorasi ham minus oldida turibdi. -7 tenglikning ikkinchi qismiga plus ishorada, qarama-qarshi ishorada o'tadi. -2 + 7 bu 5 degani. Javobimiz A. 8-savol 5 ta o'quvchini 5 ta stulga necha xil usulda joylashtirish mumkin? Bu bizda 5 faktorialga teng bo'ladi. Ya'ni bizda mana 5 ta o'rin bo'lsa, birinchi stulga 5 ta o'quvchidan ixtiyoriy bittasini joylashtirishimiz mumkin. Ikkinchi o'ringa endi bu yerda 5 ta o'quvchidan bittasi birinchi o'rindiqqa joylashgan bo'lsa, 4 ta variantimiz qoladi.
va hokazo 3 ta variant, 2 ta variant, 1 ta variant. Ular bir-biriga bog'liq hodisa bo'lgani uchun ko'paytirib topamiz. Bu 120 ga teng bo'ladi. 9-savol. 1 dan 30 gacha sonlar ichida 3 ga ham, 5 ga ham bo'linadigan sonlar nechta? Nechta son bor debdi. Demak, 1 dan 30 gacha 3 ga ham, 5 ga ham bo'linadigan son bo'lsa, bu 15 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Ya'ni 3 va 5 ni EQK ga bo'linadigan son bo'lsa, 3 ga ham, 5 ga ham aniq bo'linadi. 15 ga bo'linadigan son 1 dan 30 gacha, buni bemalol hisoblamasdan aytishimiz mumkin. 15 va 30 bo'ladi. Ikkita son bor bunday. Oxirgi savolimiz to'g'ri burchakli parallelipiped qirralari 3, 6, 5 ga teng, uni to'la sirtda yuzini toping debdi. Demak, bizda to'g'ri burchakli parallelipiped Xo'sh. Shundan foydalan. Bizda mana to'g'ri burchakli parallelipiped. Topmaydi. Mana bu qismlar bizga ko'rinmaydigan qismlar. Mana. Bizda bu 6, bu 3 va bu 5 ekan. To'la sirt bizda 3 ta turli qirrani mana. Bizda mana bu yuzi bor. Va bunga teng bo'lgan yana bitta yuzi bor. Orqa tomonda. Bu yuzi 6 ko'paytirilgan 3 plus endi mana bu yoq yuzasi bor. 3 ko'paytirilgan 5 plus 5 ko'paytirilgan 6 degan yuzi tagida va ustki qismida bor. Yo'q, 6 ko'paytirilgan 3 ni hisobladik. Mana bizda oldi tomoni birinchi adashib ketdimmi? 3 kara deb. Oldi tomoni 5 ko'paytirilgan 6 bo'ladi. Va mana shulardan ikkitadan. Xo'p, buni hisoblasak 2 ko'paytirilgan 18 plus 15 plus 30 20 33 63 ikkitasi 126 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bu javobimiz variantlar orasida yo'q ekan. Bunga to'g'rilash kiritib ketamiz. Mana shu javobda aslida 126 bo'lishi kerak. Xatolik ketibdi. Javobimiz 126 bo'ladi. Mana ko'pchilik abituriyentlar chalg'ituvchi testni ham ishladik. Oxirida ko'rdinglar, o'zimiz ham chalg'ib qolibmiz. Oxirgi variantda. Demak, bunga o'xshagan xatolarni keyingi testlarimizda to'g'rilashga harakat qilamiz. Endi bunga ko'p to'xtalib o'tirmoqchiman. Bo'ladi baribir. Bunga o'xshagan xatolar. Muhimi savollarni ko'rdik, tushundik, yechimlarni. Savol bo'lsa, bemalol izohda yozasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.